iPhone'ni yani alma telefonni Jobs keşif qilganmi? Bu davr bölgüç insoniyat turmushini o'zgartgan bu tasavvurni eng dastlab zodi kim o'ttirib qo'ygan? Yaponiyalik mashhur korxonchi, Osiyolik Buffett deb atiladigan Sun Jongin deb bir savdo peshvosi bor. Balki bir qismini anglagan bo'lishinglar mumkin. Hozir bugungi dunyodagi eng cho'ng shirkat, eng cho'ng elektron shirkati Alma shirkati. Alma shirkatining hammamizga eng tunishli yadrolik mahsuloti Alma telefoni. Hem de gerçi bularning Alma kompyuteri, iPad qatorliq nurg'un mahsulotlar bo'lsa-mu, hammamizga eng tunishli ko'pincha ishlatadiganimiz shu Alma telefoni. Undaqda bu Alma telefoni qandoq barliq kelgan? Bu tasavvurni, bu planni eng dastlab kim qandoq o'ttirib qo'ygan degan vaqtning o'zida bu mushu Sun Jongin bilan munosabatlik. Sun Jongin 2003-yillari bir narsani o'ylaydi. Ya'ni endi PC davrining, ya'ni kompyuter orqali mashg'ulot qilib to'g'ri chiqadigan bu davrning bir mezgil endi bo'shaydiganligini, endi ko'chma elektron davrining, ya'ni aqliy iqtidorli telefon davrining yetib keldiganligini, buning bir mezgil yuqori palliga chiqadiganligini 2003-yilda o'ylab yetdi. Tasavvurni o'tirib qo'ydi. Endi bu vaqtning o'zida butun yer sharida hech kimning tushugimi kirib chiqmagan bu ish. Davlatimizda ko'chma elektron degan bu huquq 2008-yillari rasmiy barliq kelgan. Biroq Sun Jongin 2003-yilda mushkil yuzlanishini ko'rib yetgan, tasavvur qila olgan. Aqliy iqtidorli telefonning bir mezgil yuqori pallaga, yuqori to'lqinga ko'tarilganligini, butun dunyoga ta'sir ko'rsatganligini o'ylab yetgan. Buni o'ylab yetgankin undaqda bu ishni zodi qaysi shirkat yaxshi qila oladi, voyaga yetkiza oladi. Bu tasavvurni o'tirib qo'ysam, qaysi bir shaxs mushunga qo'shilib, mushundaq ish qilishni xohlaydi, voyaga yetkiza oladi deb o'ylagan. Oldi bilan bu ko'ngilda Nokia, Motorola qatorliq shirkatlar buni qilolmaydi deb bulardan voz kechgan. Bu o'yla oxiri Steve Jobsni o'ylab chiqqan. Chuqur mashinanga topshursam, mushunga tasavvurni o'tirib qo'ysam, bu qila oladi mashadam deb Steve Jobsni izlab qolgan. 2001-yili Steve Jobs iPodni o'tirib chiqargan. Ya'ni Alma markasidagi MP3 balki burun ishlatib baqqanlar bo'lishi mumkin. Endi bu iPod o'tirib chiqishi bilan pul bozorda e'tirof qilishga erishgan. Buning sifati, naqshining suzuklik darajasi, batareyasining uzoq yetadiganligi, buning sirtqi ko'rinishi, apchilligi butun dunyo e'tirof qilgan bu mahsulotni. Shuning bilan Sun Jongin 2004-yili Steve Jobsni izlab bordi va buningga mushundaq taklif berdi. Keyingi davrning yuzlanishi mashaq aqliy iqtidorli telefon bo'ladi. Ko'chma elektron davri kirmaymiz. Buningdan keyin mandaq bo'lishi mumkin. Shuning uchun sen o'zing yasab chiqqan iPod asosida mushundaq bir telefon yasab chiqqan. Bu telefonning mandaq iqtidori bo'lsin. Keyin bu chuqur bozorlik mahsulot bo'ldi. Innovatsiya qilishni xohlab qolsang, men hozirla tunji bo'lib sana mablag' salay deydi. Buni yolg'iz aqliylik ideyasilarla emas, amaliy pul bilan qo'llaydiganligini bildirdi. Va innovatsiya mushuni yasab chiqsang, Yaponiyadagi bosh setish huquqini, dalilligini men alay o'z ustimga alay deydi. Bu vaqtda Steve Jobsmi bu Alma telefonni ishlashni de qaror qilmagan, bundaq narsani ishlab bozorga solishni o'ylab baxmagan. 2006-yilga borganda bu yerda Sun Jongin Yaponiyadagi 3-o'ringa tushib qolgan bir telefon ishlaydigan bir shirkatni setib oldi. Bu vaqtning o'zida bu shirkat nihoyatda ojiz, vayron bo'ladigan shirkat. Sun Jongin buni setib olib, keyingi Alma telefonlarini ishlab chiqarish va bozorni kontrol qilishga bir asos solish uchun bu shirkatni setib olgan. Keyin qanday qildi? 2007-yili Steve Jobs birinchi avlod iPhone Alma telefonini bozorga soldi. Bozor selish bilan yer sharida portlash xarakterlik moda o'tdi. Hammanglarning isida bog'u deyman bu vaqt. Demak, 2007-yili Steve Jobs Alma telefonini ishlab bozorga solgan. Biroq Sun Jongin 2003-yilda bu tasavvurni o'ylab yeta olgan, o'tirib qo'ygan. Demak, bu yerdagi bu Sun Jongning bu tafakkuri, bu ijrohini ko'rarligini ayni vaqtdagi Juguliangning kabidan chiqmay turib, jonining ushga bilinganligini o'tirib qo'ygandan qilishsiz bir cho'ng ish deb qarayman. Mana buni internet tafakkuri deymiz. Mazmun yoqtirgan do'stlar, meni qo'shib qo'yishni unutib qolmanglar. Rahmat.